Menga mana 4-oyga ketdi. Stilka oldim, ko'zimga ochki oldim. Stilkan menga nihoyatda yaxshi natija berdi. Men yaxshi yura olmasdim. O'sha orqalarim garbatiy bo'lib chiqib qoluvdi. Orqalarim bukurlikka qarab ketayotdi. Massajlab oldim. Lekin mana shu stilkani olganimdan keyin juda katta o'zgarish bo'ldi. Men yursam ko'chada bir 10 metr yurganimdan keyin o'tiradigan joy izlardim, charchab qolardim. Belimdan pasti o'zimga bo'ysunmasdi. Shu hozir mana shuni taqqanimga 3 oydan oshdi, 4-oyga ketdi. Men nihoyatda yaxshi natija oldim. Hozir Qozog'istonga qatnayman, charchamayman. Dam olish hayolimga ham kelmaydi. Og'ir chamodanim bor, o'shani bemalol sudrab necha kilometr yo'lni yurib kelaman, bozorlarni aylanaman. Achki ko'zimda tomirlar og'rirdi. Ayniqsa telefon ko'rganimdan keyin nihoyatda yosh oqib, atroflari og'rib, xirraydi. Mana shu achkisini olganimdan keyin hozir bemalol telefonda ham necha soat bo'lsa ham o'tiraveraman, televizor ko'rganimda ko'zlarim yoshlanardi. Hammasi ketdi. Menga doktor operatsiya degandi, ko'zimni katarakta boshlanyapti degandi. Hozir o'sha narsalar hammasidan xalos bo'ldim. Ko'zim ustida bez bor edi, kichkina bez bor. O'sha bezlar so'rilib, hozir kichkina bo'lib qolgan. Natijalari juda ham yaxshi. Kelinglar, tabiiy toza mahsulot, hech qanaqa dori darmonsiz shu natijaga erishdim. Bo'rttirib gapirmayapsizmi opa? Voy nega bo'rttiraman? Allohimga behisob shukr. Men bunaqa narsa o'ylamagandim ham, kutmagandim ham. Ishonib, ishonmay mana shu kompaniyani 4 oy kuzatib, keyin keldim. Sizda qanaqa o'zgarishlar bor? Stilkam mana o'zi qorayib ketdi. Men o'zi yoshligimdan pilonefrit, xronический pilonefritim bor, pochkamda muammo bor, buyragimda. Mana qorayib ketdi. Hozir sizni davolayapti. Davolayapti meni, Allohimga shukr, qoraydi. Rahmat opa. Rahmat sizlarga, omadinglarni bersin. Omadinglarga omad qo'shilsin, ilohim. Bizni mana shu kasallar baxtiga omon bo'linglar. Charchamanglar. Salomat bo'ling. Rahmat.